turi bo'yicha tushuncha beradi. Ikkinchi savollarimiz bemalol savollarni berish mumkin. Shunday joylarni tushuntirib o'tadi, kimga bir savol berasizlar. Maylimi? Turg'un tushuncha berib o'tiraman. Assalomu alaykum. Bankimiz mijozlari. Ismim Turg'un, familiyam Aliqulov. Mijoz menejeriman, bugungi bo'lman. Bugungi kunda, hozirgi kunda Tomarka biznes kreditlarimiz bor. Mahalla uchun, mahalla masalan birovlariga ajratilishi kerak bo'lgan Tomarka biznes, mahalla bankiri degan kreditimiz bor. Biznesga birinchi qadam kreditlarimiz bor. Biznesga birinchi qadam kreditimiz 24% dan 5 million so'mgacha bo'ladi. 3 yil muddatga 6 oylik imtiyoz davri bilan ajratiladi. Tomarka biznes kreditimiz 24% dan 6 oylik imtiyoz davri bilan 4 yil muddatga ajratiladi. Bunda nomiga, fuqaro nomiga agar krediti bo'lsa, majburiyati bo'lsa, bu holatga birgalikda qarz oluvchi jalb qilgan holatga ajratishimiz mumkin. Mahalla bankiri kreditimiz bor. Mahalla bankiri loyihasi bo'yicha 60 milliongacha ajratiladi. 6 oylik imtiyoz davri bilan 24, ayollarga 24%, erkaklarga 25%. 3 yil muddatga bu ham ajratiladi. Bundan tashqari